Men ham onamdan qo'rqardim. Nimagadir doim onam tarafim oladi-yu, onamdan qo'rqaman. Ana bir kun velosipedni o'g'irlab ketdim. Kelsam, o'sha og'anaga velosiped dadam remen bilan turibdi. Ya, iflos. Duqul onam kelib urmang, bola qiziqatda, nima qilasiz? Bor bolam kirib yurib qo'yib qo'llarini yuvib, kirib yuvinaman, taranaman, keyin ovqatga chiqamiz. Oradan 1 soat o'tib ketdi, ana kalta remendan keyin 1 soat o'tib ketadi. Ovqatdan o'tirgan festival yurganimizda onalar birinchi ovqatdan oladi. Bir qoshdan bunday o'tiradi. Hamma jim o'tiradi, dadam ham osh yeyapti. Keyin o'sha joy eng qo'rqinchli joy. Onam bunday qarab o'tirib, o'zi nimaga olib chiqadi velosipedni? Deganda dadani reaksiyasini ko'rgansizlar? Osh voy onam. Amma yasardi pistolet bu hankadan, lekin macho o'ynaganda qochardik va chekkadan o'ynardik.